Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari. Azizlar, bugun sizlarga bir chiroyli bo'lgan deraza romlarimizni ma'lumotini berib o'tamiz. Demak, bugun deraza romlarimiz tayyor bo'lgan standart deraza romlar hisoblanadi. Sveti antratsit mokroasfalt svetda bo'lgan alyumin eshik hamda plastmassa romlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Azizlar, manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Demak, videomizni qisqa va lo'nda qilib sizlarga iloji boricha narxlarini tushuntirib berib o'tamiz. Aziz obunachilar, xo'sh, birinchi ko'rib turgan deraza romlarimiz balandligi 1.75 ga, eniga 1.40 razmerdagi derazamiz. Fasoniga to'xtaladigan bo'lsak, 4 ko'z fasonda yasalgan, juda ham ommabop va juda ham chiroyli bo'lgan fason, именно mana shu 4 ko'z fason hisoblanadi. Va yana отдельно to'xtalib o'tadigan narsamiz, ishlarga qo'yiladigan mana bunday bejirim, chiroyligina bo'lgan shotlanka gullardan taxlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Oynalarimiz oqqa yo'doy paket oynalarda taxlangan. Deraza romlarimiz altoplast, antratsit mokroasfalt svetida profillardan ishlatilgan. Xo'sh, derazamiz 1 metr kvadrat azizlar 850 ming so'mdan chiqadi. Agarda mana shu chiroyli shotlankalar qo'yiladigan bo'lsa, donasiga 150 ming so'mdan tushadi sizlarga. Masalan, bitta derazamizga hozir 6 ta gul, 4 ta gul ketayotgan bo'lsa, 600 ming so'm kvadratdan tashqari hisob-kitobga qo'shiladi. Juda ham oltama ko'rishingiz mumkin. Shotlankaning katta gullar va katta profillardan ishlatilgan. Juda ham chiroyli chiqadi azizlar. Zakazlar bo'lsa bemalol alqoch ko'ringizlar. Va yonboshimizda alyumin 11 lik balkon eshiklarimiz, 2 tabaqali standart eshiklar va teraskamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Balandligi 2.15 ga, eniga 2 metrlik teraskamiz. Xo'sh, teng sentrda 1.20 lik 2 tabaqali 11 lik balkon profilidan eshik tushirib berganmiz. Zamoklariga e'tibor qilingizlar, katta ruchkalari va roliklar zamoklardan qo'yib berganmiz. Va akfani o'zini oshmosh petlaridan 5 tadan, naq 5 tadan 10 ta akfani o'zini oshmosh petlarini qo'yib berganmiz. Har biriga azizlar ko'rishingiz mumkin, har bittasida 5 tadan 10 ta oshmosh petlari qo'yilgan. Chunki bu narsa eshigimiz osilib yopilishiga, yengilligiga va osilib qolmasligiga juda ham kuchli ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham azizlar, mana shu narsalarga e'tibor qilishingizni so'raymiz va yana ham qarangizlar, akfani o'zining emblemasi tushirilgan bo'ladi. Akfani o'zining petlari qimmatroq va sifatliroq xizmat qiladi. Oynalari to'xtaladigan bo'lsak, ikki qavat paket oynalarda tayyorlangan oqqa yo'doy paket oynalar. Bularimizni ham ishlarda shotlanka gullar qo'yiladi. Xudo xolasa ertaga ustanovkadan sizlarga video lavha tayyorlab beramiz. Obuna qo'ygan akalarimiz birinchilardan baho berishingiz mumkin. Bularimiz 1 metr kvadrat azizlar, 11 lik balkon profildan 2 qavat oynasi olib borib o'rnatib berish hamma ish haqida 1.500 ming so'mdan tushadi azizlar. Katta ruchkalari va petlari 5 tadan dabash usulini qo'yilgan hollarda. Bu tomonimizda alyumin teraskalarimiz ko'rishingiz mumkin. 3x3 razmerlarda teraskalarimiz xudo xolasa ustanovka bo'ladi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumaniga va Shahrisabz tumanlariga ustanovka bo'ladi. Ikkala tumanimizga ham xudo xolasa yetkazib chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Qo'shni viloyatlik akalarimiz ham mana shu internet orqali kuzatib boryapti. Masalan, ayniqsa Qashqadaryolik akalarimiz juda ham kanalimizda aktiv. Shuning uchun ham Qashqadaryo akalarimizga отдельно yana ham bonuslar, chegirmalar qilib berilyapti. O'zimiz Samarqand viloyati bo'ylab dastlabki ustanov xizmatlari besplatni qo'shni viloyatlarga ham kelishilgan holda chiqarib o'rnatib beryapmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa akalar, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz deb umid etamiz. Bizlar mana shu seximizning o'zining kanali, o'zimiz ishlarini mana shu kanalga yurgizib qo'yib boramiz. Qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilishingizni qo'limizdan kelgancha javob berib o'tamiz. Zakazlar bo'lsa, aloqa qilishingizni kelishilgan holda sifatli qilib, chiroyli qilib yasab beramiz. Chunki deganda mana shunday videolarni azizlar sizlar uchun qo'yib boryapmiz. Sababi o'zlaringiz uzoqda bo'lsalaringiz ham ko'rib borishingiz mumkin. Zakaz bergan inson o'zini olib kelingan materiali qanday yasalyapti, qay tarzda olib borilyapti va qanday o'rnatilayotganini uzoqda bo'lsa ham mana shu internet orqali ko'rib boradi. Shuning uchun ham azizlar obuna bo'lib qo'yingizlar, chunki deganda o'zlaringiz yana ham ma'lumotlarni ko'proq mana shu kanalda qo'yib boramiz. Mana shu chiroyli romlar kerak bo'lsa, Akfalimin kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar, bitta like bosib, hammaga sog'lik, salomatlik. Sog' salomat bo'lingizlar.